ishonch degani bir marta aytilib, ikkinchi marta tekshiradigan narsa emas. Men odamga ishonch berganimda ortiga qaramaganman. Lekin hayot shuni ko'rsatdi. Eng ko'p ishonch bergan odam eng birinchi xiyonat qiladi. Shu og'ir urgan. Odamlar yuzida tabassum, ichida esa pichoq bo'ladi. O'sha pichoqning izi ketadi, lekin o'sha zuvillagan og'riq hech qachon ketmaydi. Endi men ishonchni odamga bermayman, faqat vaqtga beraman. Vaqt kim haq, kim yolg'onchi, kim odam, kim niqob ekanini o'zi ko'rsatadi. Men faqat bitta narsani bildim. Ishonchni sindirgan odamdan emas, yana ishonib qo'yishdan qo'rqarkan odam.